Ama 2-3 aydan sözünü anlap kaldım. Biz Uygurlar taraf tutuşumuz gerek. Sen taraf tutsan senin tutkan tarafınga hech qanday taraf o'sirab qo'ymaydi. Sen kim eting ava taraf tutgan? Xuddi Uyg'urga vakillik qilayotgandek men a tarafni tutaman. Biz ma tarafni tutyapmiz deylik. Sen tut, oilang bilan tut. Ma to'rni qalaymiqan qilma. Sen taraf tutdim deb bir tarafni tillig'ining bilan Xitoy shuning sening mush dalilingni, so'zligingni dalil qilib opirib shu tarafga shu sen tilligan tarafga ko'rsatib Uyg'urlarni yomon ko'rsatdi. Sana reddiya bergen, sen taraf tutgan tarafni tilligan tarafning so'zini opirib yan bir tarafga dalil qilib ko'rsatdi. Bu bizning Uyg'ur davosiga ziyon berishdan boshqa narsa emas. Ve senin başka bir deydiğin sözün işin yok mu? Bütün gün 4-5 gün olsa sözünü anlap baksak tamamen şu İsrail-Palestin meselesi. Bu senin gem kılıdığın, senin baş katırdığın, senin bizge sözlep birdiğin mesele mi bu hem de? Sen yaşavatkan ciddi bir yaş görmeydiğin birisi yok mu? Bir gaybetini kıp birdiğin? Ya bir köygen bilgen anlayan bir hikayen yok mu? Sözlep birdiğin? Toktap kal hem de taraf tutulgan bolsan öz işini bil. Kağamsa, dağılamsa öz işini bil. Ma xalq ne bizning xalqni bu qaynonning ichiga so'rab akirma. Qanda degan lavzi qo'ydi bu hamda. Bu bizning masalamiz bo'lmasa ya, biz bilan aloqasi bo'lmasa, biz aran o'zimizning dardimizni ko'tarmay ketayotgan holatda qo'pib, yana bizni so'rab akirib, biz Uyg'urlar ma tarafni tutishimiz kerak, a tarafni tutishimiz kerak deydi amaviylar. Qo'ng'ongni qisishmamsa, bir og'zingni yig'ishtirishmamsa, bir uyangdagilar bilan deyishmamsa bu gapni, bo'lmasa tamg'i so'zlar amandaq. Oylab bakmamsa senin kıygan sözlerinde sana karşı kıygan sözlerini Xitay delil kıyız kanda kılsın millet zihni bulmamdı.